Dərtlər davası. 1. bölüm, 11. bab. Allah'ның əpuçan degan süpütüge yolunu aldığanlar. Keyinki bölek. Dunyoga aldanıp ketish. Jahondagi eng tentak odamlar dunyoga berilib, dunyoning maishatlari bilan aldanıp yashaydi. Ular bu dunyoni u dunyodan ustun biladi. U dunyoni qo'yib, bu dunyoni tanlaydi. Ularning ba'zisi mundaq deydi. Dünya degan naq, ahiret nesi? Naq nesidan afzal emasmi? Ularning ba'zisi atigi dumbidan bugungi o'pka yaxshi deyishidi. Yana ba'zilar dunyo lazzati aniq, oxiratdagi huzur halovatlar noma'lum. Noaniq narsalarni deb aniq narsalarni tashlamaymiz deydi. Mana bular shaytonga al bo'lganlardir. Hayvonlarmi ulardan aqlliroq. Shubhisizki, hayvon jinida qancha urilgan taqdirdimi o'ziga ziyonli yerlarni bilib turib qadam bosmaydi. Bu odamlar noaniq bo'lgan ehtimollikda turib, o'ziga ziyonli ishlarning bu so'g'illarga dastlab boqadi. O'ziga ziyonli ishlarni qilayotgan bu odamlar navoda Alloh va Allohning payg'ambariga, oxiratda Allohga uchrashadiganligiga, Allohning mukofot jazolariga ishongan bo'lsa, ularning ishonib turib o'ziga ziyonli ishlarni qilishi ularga intayin ig'ir hasratlarni ilib keladi. Navoda ular Alloh va Allohning payg'ambariga, oxiratda Allohga uchrashadiganligiga, Allohning mukofot jazolariga ishonmaydigan odamlar bo'lsa, bu ularga tixmi ig'ir hasrat bo'ladi. Naq nesidan yaxshi deguchilarga mundaq javob berildi. Navoda naq bilan nesi o'xshash, bab baravar bo'lsa, undaqda naq yaxshi. Navoda nesi ko'proq va esliroq bo'lsa, nesi yaxshi. Butun dunyo hayoti oxiratdagi bir nafaschilik tursa, qandaqsiga ikkisini tanglashtirgili, silishtirg'ili bo'lsin. Mustavrat ibn Shaddad radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dunyo oxiratga silishtirganda faqat sizlarning biringlarning barmoqini dengizga cho'kirib tortib olganiga o'xshaydi. Qarab baqsin, barmoqiga qanchalik suv yo'qidi? Shunchalik arzimas naqni afzal buyuk nesiga tegishish mislsiz ziyon tortganlik va nodonlik qilganlikdir. Butun dunyo oxiratga silishtirganda shunchalik arzimas ekan, navoda bir insonning umri oxiratga silishtirilsa-chu. Aqlli odam qaysini tanlaydi? Qisqa muddatlik naq narsalarni deb oxiratdagi mangulik yaxshiliklarni qo'ldan berib qo'yamdi yoki baribir qo'ldan ketadigan arzimas narsalarni tashlab yo'qolmaydigan son-sanoqsiz, tugamas bitmas bebaho yaxshiliklarni tanlamdi. Ammo ba'zilarning men noaniq narsalarni deb naq narsalarni qo'ldan bermayman degan so'ziga qarata mundaq javob berildi. Sen Allohning va'dalari, ogohlantirishlari va payg'ambarlarning rostchilligiga gumoniy qarashda bo'lishing yoki yuqorqilarning hammani tasdiq qilishing mumkin. Navoda sen yuqorqilarning hammaga ishonsang, sen faqat shek bo'lmagan, mangu qo'ldan ketmaydigan narsalarga erishish uchun baribir qo'ldan ketadigan narsalarni tark etgan bo'lsan. Navoda Allohning va'dalari, ogohlantirishlari va payg'ambarlarning rostchilligiga gumoniy qarashda bo'lsang, Alloh taoloning borligi, qudrati, xohishi, birligi, Allohning payg'ambarlari va ularning Alloh haqida bergan xabarlarning rostligini isbotlaydigan oyatlarni butun vujuding bilan tahlil qilib boqqin. Atrofdagi shaylarga nazar silib boqqin. Payg'ambarlar Alloh nomidan bayon qilganlarning shaksiz haqiqat ekanligi, odamlarning va osmon zaminlarning yaratuvchisi bo'lgan Alloh to'g'risida payg'ambarlar bergan xabarlarning zidlik va o'xshamasliklardan tamoman xoli ekanligi oydin bo'lganga qadar munozara ilib borgan. Kimki Allohni Alloh o'zi sifatlagan va Allohning payg'ambarlari sifatlagandan boshqa sifatlar bilan sifatlasa, u Allohga beadablik qilgan va uni yolg'onga chiqargan, Allohning parvardigorligini va uning podshohligini inkor qilgan bo'ladi. Sog'lom tabiatli har qanday odam haqiqiy podshoh Allohni ojiz yoki hech narsani bilmaydigan, anglamaydigan, ko'rmaydigan, gap qilmaydigan, buyurmaydigan, to'smaydigan, mukofot bermaydigan, jazolamaydigan, xohlagan kishini aziz qilmaydigan, xohlagan kishini xor qilmaydigan, o'z mamlakatining taraf-taraflariga payg'ambar avatmaydigan, fuqarolarning ahvoli bilan kori bo'lmayla, ularni tashlab etgan bilimsiz deb sifatlashi mumkin emas. Bundaq sifatlar odatdagi bir podshohlarga loyiq kelmaydigan tursa, qandaqsiga haqiqiy parvardigor Allohni bu sifatlar bilan sifatlash ravo bo'lsin?
Navoda inson o'zining sperma holatdan hozirgidek mukammal odam holatiga kelish bosqichlarini o'ylab boqadigan bo'lsa, uningga mushundaq ahamiyat berib, xilma-xil bosqichlardan o'tkazib, mushu holatga keltirgan bir zotning borligi, u zot hargizmi uni hech narsaga buyurmay, hech narsadan to'smay, o'zining uning ustidagi haq-huquqlarini tunutmay, uningga mukofot yoki jazo bermayla bekor tashlab qo'ymaydiganligini bilib olgan bo'ladi. Navoda bir odam tegishli ravishda o'ylanib baqqan bo'lsa, albatta o'zi ko'rgan va ko'rmagan narsalarning hammasi Allohning birligiga, payg'ambarligining haq ekanligiga, qayta tirildirishning rost ekanligiga, Qur'oni Karimning Allohning so'zi ekanligiga dalil bo'la oladiganligini bilib olgan bo'ladi. Yuqorqi so'zlarimizning dalili sifatida Alloh taolaning mono oyatini bayon qilamiz. Men sizlar ko'rib turgan narsalar bilan qasam qilaman. Sizlar ko'rmaydigan narsalar bilanmi qasam qilaman. Ya'ni barliq maxluqot bilan qasam qilaman. Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning Alloh tarafidan yetkazgan so'zidir. Uningga yondash yana buni oyatni keltiramiz. Zaminda va o'zinglarda Allohga chin e'tiqod qilganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmaysizlar? Shubhasizki, insonning o'zla Allohning barliq va birligining, payg'ambarlarning rostligining, barliq kamoliy sifatlarining dalili bo'la oladi. Bir odam Allohga ishongan bo'lsin yoki inkor qilgan bo'lsin, ish qilib Allohni haqiqiy ravishda toniy olmaganli bo'lsa, u o'zini aldab yashagan odamdir. Bir odamda qayta terilishga bo'lgan ishonch bilan amal qilmaslik qandoqmi tangli mavjud bo'lsin, qayta terilishga, jannatga va do'zaxga bo'lgan ishonch bilan amal ibodatni tark etish bir odamda qandoqmi tangli mavjud bo'lsin, bir odam tangli podshohning oldida qattiq jazo yoki katta mukofotlarga noil bo'ladiganligini bilib turib, podshohning oldiga boradiganligini o'ylabmi qo'ymasdan, hech tayyorlikmi qilmasdan, kunlarini g'aflatda, parvosizlarcha o'tkazishi mumkinmi? Barhaq, bu nurg'un odamlardan so'rab beqishga tegishli bir savol. Amaliyotda mazkur ikki ishning bir shaxsda tangli mavjud bo'lishi hayron qolarlik ish. Bu kishilarning amal ibodatlarini tark etishida tuvandagidek bir qancha sabab bor. Ilmiy jihatdagi ojizlik va ishonchning kamligi. Kishilarning iymoni farqliq bo'lmaydi degan odamlarning bu so'zi to'liq xato va botil so'zdir. İbrahim alayhissalom Alloh taolaning cheksiz qudratga ega ekanligini bilib tursa-mu, ammo u ishonchisini tixmi oshirish va g'aybiy holatda aniq bo'lgan hukmlarni o'z ko'zi bilan ko'rib, tixmi ro'shanlashtirib olish uchun uningdan o'liklarni qanday tirildirganligini naq maydonda ko'rsatib qo'yishni talab qilgan edi. Musnadi Ahmadda payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligi rivoyat qilinadi. Anglagan xabar ko'rgan ishga o'xshash bo'lmaydi. Ilmning kamchilligi, ilmdan dal joyida foydalanolmaslik yoki ilmga noloyiq ishlarni qilib qo'yganligi tufaylidan ilmning qalblardan ko'tarilib ketishi bilan birlashsa, bularga tixi ziddiyatlik xarakter, havoyi havaslarga berilish, shahvatga el bo'lib ketish, nafs xohishning chiroyli ko'rsatishi, shaytonning aldishi, Allohning va'dasini kichikkan sanash, cheksiz arzu-armonga berilish, g'aflat uyqusi, dunyoga berilib ketish, do'ngkichik izlash, odatlarning kaynidan so'kuldash qatorliqlar qo'shilsa, shubhasizki, bundaq odamlarning iymonini saqlab qola olishi bakmi tas. Mana insonlarda yuqorqidek sifatlar o'xshamagan darajada tepildigan bo'lg'achqa, ularning iymoni va amallari farqli bo'ladi. Hattoki ulardagi iymon eng tuvanchakka tushib qoladi. Yuqorqi sabablarning asosli omili ong va sabrning ojizligidir. Shunglashqa Alloh taolo sabr va mustahkam jazmiyatga ega odamlarni madhiyaladi va ularni dinning peshvolari qildi. Ular kulfatlarga sabr qilgan. Bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik. Yaxshi qarashda bo'lish va o'zini aldash o'rtasidagi farqlar. Yaxshi qarash va o'zini aldash o'zaro tamoman farqlandi. Amal ibodatga undaydigan va uning turtki bo'ladigan yaxshi qarash yo'lliq hisoblandi. Navoda bekor talatlikka, izchil gunoh ma'siyat o'tkazishga sabab bo'lib qolsa, undaqda u o'zini aldash hisoblandi. Navoda birovning umidi uni Allohga itoat qilishga undasa, gunoh ma'siyatdan qo'l uzishga undayalsa, yo'lliq umid bo'ladi. Aksicha, bekor talatlikka, vaqt isrof qilishga, loyg'azallikka undasa, undaqda uning umidi o'zini aldashdan boshqa narsa emas. Bir odamning tirilg'u yeri bo'lsa, u odam yerdan mol hosil erishni umid qilsa-yu, lekin ag'dirib urug' solmasdan,
etizm ag'dirib urug' silingan, sug'urilgan yerdekli molosil beridi deb yaxshi qarashda bo'lgan bo'lsa, yana shuningdek biraylan to'y qilmasdan, ayolga yaqin kelmasdan farzandlik bo'lishni orzu qilgan bo'lsa, yoki o'rganmasdanla, ilm yo'liga butun zehni bilan berilmasdanla katta olim bo'lib ketishni orzu qilgan bo'lsa, aniqki bu uchiga chiqqan hamoqat odamdir. Xuddi shuningga o'xshash Allohga yaqinlashmasdan, Allohning buyruqlariga bo'ysunmasdan, cheklamalardan qo'l uzmasdan katta darajalarga erishish, mangulik huzur halovatga erishish umidida bo'lganlarmi ajoyib aqlsiz odamlardir. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: shubhisizki, iymon etganlar, hijrat qilganlar va Allohning yo'lida jihad qilganlar, ana shunday kishilar Allohning rahmatini umid qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Bu oyat haqida o'ylanib boqaylik. Bu oyatda tilga ilinganlar Allohga shunday itoat qilib turib, Allohning rahmatini umid qilgan ekan-ku. O'zini aldab yashaydigan mag'rur odamlar Allohning haq-huquqlarini zoya qilib o'tgan. Allohning buyruqlariga pisand qilmagan. Allohning bandalariga zulm qilgan, Allohning cheklimlarini dafsanda qilgan odamlarni Allohning rahmatini umid qilganlar deb qaraydi. Bu yerdagi masalaning tip negizi shuki, Allohning rahmatidan umidvor bo'lish va yaxshi qarashda bo'lish faqat shariat, taqdir, Allohning mukofoti va marhamati qatorliq ishlarda Allohning hikmati talab qilgan sabablarni o'rinlash orqali vujudga chiqadi. Banda sabablarni qilib bo'lgandan keyin Parvardigorning rahmatidan yaxshi qarashda bo'lsa, Allohning yordamsiz tashlab qo'ymasligidan, manfaatli ishlarni muyassar qilishidan, ahamiyatsiz ishlardan saqlab qolishidan umidvor bo'lsa bo'ladi. Allohdan umidvor bo'lish bilan quruq arzu armon o'rtasidagi farqlar. Allohning rahmatidan umidvor bo'lganlar umidning tuvandagi 3 shartdan ayrilmaydiganligini bilib olishi lozim. Birinchi, umid qilgan narsaga muhabbat bog'lash. Ikkinchi, umid qilgan narsaning qo'ldan ketib qolishidan xavfsirash. Uchinchi, umid qilgan narsani qo'lga keltirish uchun butun vujudi bilan tirishchanlik ko'rsatish. Yuqorqi 3 shartni o'zida hozirlamagan umid quruq armon hisoblandi. Umid bilan armon tubdan o'xshamaydi. Umid qilgan odamlar umid qilgan narsaning qo'ldan ketib qolishidan xavfsiraydi. Xavfsiragan yo'lovchi kechikib qolmaslik uchun aldirab ma'di. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kechikib qolishdan qo'rqqan odam qoq saharda ma'di. Sahar yo'lga chiqqan odam manzilga yetadi. Ogoh bo'linglarki, Allohning mollari qimmatdir. Ogoh bo'linglarki, Allohning mili jannatdir. Alloh taolo yaxshi amal qiluvchilarni umidvor deb sifatladi. Shuningdek yana xavfsirash tuyg'usiga ega deb sifatladi. Nihoyat aniqki, umidvorlik va manfaatlik xavfsirash tuyg'usi yaxshi amal bilan bir gavdalashganda, ondan o'z rolini joriy qildira oladi. Bu haqda Alloh taolo mundoq deydi: haqiqatan Parvardigorning aybisidan qo'rquvchi kishilar Parvardigorga shirik keltirmaydigan kishilar, sadiqa beradigan, ammo Parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillar qo'rqib turadigan kishilar. Ana shular yaxshi ishlarni qilishga oldirg'uchilardir. Yaxshi ishlarni boshqalarning oldida qilishga tirishquchilardir. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib mundoq deydi: men payg'ambar alayhissalomdan ular, ya'ni yuqorqi oyatda sifatlangan kishilar aroq ichadigan, zina qiladigan, o'g'irlik qiladigan kishilarmi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: yo'q, ey Abu Bakrning qizi. Lekin ular ro'za tutadigan, namoz o'qiydigan, sadiqa qiladigan va qilgan amallarning qabul qilinmasligini xavfsiraydigan kishilardir. Ular yaxshilarni qilishga oldirg'uchilardir deb javob berdi. Alloh taolo saodatman, baxtli odamlarni xavfsirash tuyg'usi bilan turib, yaxshilarni qiladi deb sifatlagan bo'lsa, badbaxt, shaqiy odamlarni gunoh ma'siyatlarni yetish bo'lmagandekla xotirjam holda qilaveradi deb sifatladi. Sahobalarning Allohdan qo'rqishi. Sahobalarning ahvoliga nazar silib boqadigan bo'lsak, Allohdan qattiq qo'rqqan holda amal ibodatga shunchalik zo'q bilan berilganligini ko'ra olamiz. Bizda kamchilik, bexastalik va beg'amlik to'lib yetibdi. Vaholanki Abu Bakr radhiyallohu anhu mundoq degan ekan: men mo'minning beqindagi bir tay mo'y bo'lib qolsam bo'pti ekan. Abu Bakr radhiyallohu anhu tilini tutib turib mundoq degan ekan: barcha kelgulik mushuningdan keldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bek to'la yig'laydi. U: yig'langlar, agar yig'lay olmasanglar, yig'ilgani do'ranglar degan ekan. Abu Bakr radhiyallohu anhu namozga turganda Allohdan qo'rqqanlikdan go'yoki yog'ochdek bo'lib ketadi.
Abu Bakr radhiyallohu anhuning qishiga bir ovlangan qush ilib kelindi. U qushni o'ridi. Ondan mundaq dedi: Biror ovlansa yoki daraxt kesilsa, u faqat mening tasbihni zoya qilganimdan bo'ldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu sakratga tushgan chog'da Aisha radhiyallohu anhaga mundaq degan: Men musulmonlarning melidan mavu tonni, sutchilikini va mavu qulni ishlatgan edim. Bularni darhalla Umar radhiyallohu anhuning qishiga olib bergin. U yana mundaq degan: Allah bilan qasamki, men yeyiladigan, kesiladigan daraxt bo'lib qolgan bo'lsam deb arzu qilib qoldim. Qatada rahimahulloh mundaq deydi: Menga Abu Bakr radhiyallohu anhuning Kaşki men çarvılı yeydigan o'simlik bo'lib qolgan bo'lsam-chu degan xabari keldi. Umar radhiyallohu anhu kecha ibodatlarida ma'lum oyatlarni o'qib o'tib, shu oyatlarning ta'siridan bir necha kun uyida yetib qoladi. Boshqalar uni kasal deb o'ylab, yo'qlab kelishadi. U doim yig'laganlikdan ikki mag'zida yosh eriqchalar paydo bo'lgan edi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu uningga: Alloh sen orqali nurg'un shaharlarni barpo qildi, nurg'un joylarni fath qildi. Hem nurg'un yaxshi ishlarni vujudga chiqardi deganda, Umar radhiyallohu anhu Kaşki jazo mukofotsiz qutulsam-chu dedi. Osman ibn Affan radhiyallohu anhu qabristonlikqa kelganda yig'lab soqollari ho'l bo'lib ketadi. U jannat bilan do'zax orasida qolsamkan, ikkisining qaysiga buyurilganligini bilmayman. U ikkisining qaysiga kirdiganligini bilishdan ilgari kul bo'lib ketishni orzu qilaman degan. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu arzuning ko'p bo'lib ketishi va havoyi havasga erishib ketishdan bak qo'rqadi. U arzuning ko'p bo'lishi oxiratni unutildirib yetadi. Havasga erishish haqdan to'sidi. Bilinglarki, dunyo orqasini qilib ketyotidi. Qiyomat yaqinlashyotidi. İnsanlar ichida dunyoni ko'zlab yashaydiganlarmi, oxiratni ko'zlab yashaydiganlarmi bor. Sizlar hargizmi dunyo havaskorlaridan bo'lib qolmanglar. Oxirat yirsmanlardan bo'linglar. Bu dunyo faqat amal dunyosi. Ata qiyomat hisob dunyosidir deydi. Abu Darda radhiyallohu anhu qiyomat kuni mendan bilganlaringga qanday amal qilding deb so'ralishdan bek qo'rqaman deydi. U yana: Mubodo o'lgandan keyin duch keladigan ishlarni bilsanglar, ishtiha bilan yeyolmaydinglar, ishtiha bilan icholmaydinglar. Salqin uylarda o'ltirmaydinglar, ko'ch-ko'ylarda ahvolinglarga ichinib, o'z-o'zinglarni qachatlaydinglar dedi. U yana mundaq degan: Men mal chorva yeydigan o'tchup bo'lib ketsam-chu. Ibn Abbas radhiyallohu anhu ko'p yig'laganlikdan mag'zlari chirib ketgan sho'ynidek bo'lib ketgan edi. Abu radhiyallohu anhu kesiladigan daraxt bo'lib ketsam-chu, yaratilmagan bo'lsam-chu deb ketadi. Uningga xarajat tanlanganda: Mening sig'in o'chkam, menidigan ulug'im, xizmatchim bor, eshinchi to'nim bor. Bulardan hisob berolmaslikdan qo'rqaman deb rad qilgan. Tamimud Dari radhiyallohu anhu ma'lum bir kechasi Jasir surasini o'qitib, yomon ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni, hayotlikda, mamotlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon degan oyatga kelganda, tong otqicha yig'lab shu oyatni takrorlagan. Abu Ubayda Amir ibn Jarrah radhiyallohu anhu: Men bo'g'izlab yeyilgan, sho'rpisi ichilgan qo'chqar bo'lib qolgan bo'lsam-chu deydi. Buningga doir misollar nihoyat ko'p. Sahihul Buxoriyda mo'minlarning sezmasdan amali bekor bo'lib ketishdan qo'rqishi deb alohida bir bob keltirilgan. İbrahim Taymiy: So'zimni amalimga silishtirib baqsamla, yolg'onchi bo'lib qilishimdan qo'rqaman degan. Ibn Abi Mulayka mundaq deydi: Men 30 sahoba bilan uchrashdim. Ularning hammasi o'zlarining munofiq bo'lib ketishdan ansiraydi. Ularning hech biri mening iymonim Jibrilning iymonidek, Mikoilning iymonidek demaydi. Hasandan mundaq naql qilindi: Munofiq bo'lib ketishdan faqat mu'minlar ansiraydi. Munofiqlar xotirjam yuriydi. Umar radhiyallohu anhu Uzayfa radhiyallohu anhuga: Xudo haqqi javob bergina, meni payg'ambar alayhissalom munofiqlarning qatorida otadimi deganda, Uzayfa radhiyallohu anhu: Yo'q, atmadi. Endi sendan keyin hech kimni aqlamayman dedi. Men ustoz Ibn Taymiyaning mundaq deganligini anglagan. Uzayfa radhiyallohu anhu yuqorqi asarda men endi boshqa odamlarning munofiq yoki emasligi to'g'risida so'ralgan savollarga javob bermayman demoqchi.
İbn Qayyim mundaq deydi. Bu sual so'roqsiz jannatga kiradigan 70 ming kishining qatoridan bo'lishga duo qilib qo'yishni so'ragan sahobiga payg'ambar alayhissalomning "Ukasha sendan burun so'rab bo'ldi" deb javob berganiga o'xshash bir gap. Payg'ambar alayhissalom bu so'zi orqali Ukashilar 70 ming kishining qatoriga kira oladi. Boshqalar bu qatorga kira olmaydi demoqchi emas edi. Navoda payg'ambar alayhissalom hiliq odamga duo qilib qo'ysa, boshqa sahobalar orqama-orqa duo so'rg'ul turadi. Oxirini to'xtatib bo'lg'ili bo'lmaydi. Ba'zida hiliqi 70 ming kishining qatoriga kirish salohiyati bo'lmagan kishilarmi shularning qatoridan bo'lishni talab qilib, duo so'rab qilishi mumkin edi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalomning "Ukasha sendan burun so'rab bo'ldi" deyish orqali bu ahvolning oldini olgani tuzuk edi. To'g'risini Alloh bilguchidir.